Yengi mana bunaqa plankani tikishni ko'ramiz. Ko'pchilik direktimga yozibdiki, bunaqa orqasida ham choki yo'qni qanaqa tiksa bo'ladi deb so'rashibdi. Shuni inobatga olib, birato'la sizlarga ko'rsatib ketyapman. Inshaalloh manfaatli bo'ladi degan umiddaman. To dars tugaguniga qadar obuna bo'lib, like bosib, repost qilish esingizdan chiqmasin. Birinchi bo'lib qiladigan ishimiz nima bo'ladi? Mana bizani yengimizni bichayotgan jarayonimizda o'sha mana bunaqa qilib vitishkalarni, ya'ni orqa yengi qarab turgan joyimizga mana bunaqa qilib vitishkalarini kesib olamiz. Aynan mana shu vitichka joyini kosoy lentichka bilan, mana kosoy lentichka bilan обработка qilamiz. Mana tikib oldik. Ana endi orqa tarafidan uchburchak qilib tikib qo'yamiz. Mana shunda bizda mana bunaqa uchburchak hosil bo'ladi. Mana buni bundoq qilib tikishimiz uchun mana tayyor shablon bo'ladi. Endi buni hozir biz dazmol qilib kelamiz. Men bu joyini ulab overlock qilib dazmol qilib kelamiz. So'ng esa mana bu plankasini tikishni boshlaymiz. Ha, aytgancha qizlarjonlar, plankasini iloji boricha bichganingizdan keyin dublerinini ham o'sha chok haqi qoldirib keyin yopishtiringlar. Sababi bu ustma-ust tikilinganda sizlarga qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Undan-da tashqari mana tayyor qilib plankani tikayotganingizda 0,5 sm bir yoq tarafi qayrilgan, bir yoq tarafi esa ochiq holatda bo'lishi kerak. Mana yonini tikib, overlock qilib keldik va ikkitagina skladочка berdim, mana buni kengligiga qarab. Xo'p, orqa tarafidan mana bu bir qavatli qayrilmagan joyi bor-ku, shotini tikib olamiz 0,5 sm da. Mana tikib bo'lganimizdan keyin mana bu qalin joyi bor. Mana shu qalin joyini uchini o'zini bundoq qilib olib tashlaymiz. Bir qavatini. Bu yerdan ham xuddi shunaqa. Ana endi qaranglar, mana ichiga kirgizamiz. Aynan mana bu choki bor-ku, hozir melda chizib ko'rsataman, чтоб sizlarga mana choki. Mana shu chokiga buklangan joyini qo'yib turib 1 mm da tikamiz. İpimizni uzmasdan turib 0,5 sm da butun chetlarini bezak choki berib chiqamiz. Mana qizlarjonlar, orqasida ham mana choki yo'q, mana akkuratni ko'rishingiz mumkin. Bu yog'i ham hammasi akkuratni. Hozir dazmol qilamiz va bu yoqqa knopka tikilinadi, oxirida qoqilinadi to'g'rirog'i. Va bo'ldi. Bizning yengimiz mana tayyor. Mana shunaqa yeng bo'ldi.